Sizda ham aksirganda, yo'talganda peshob chiqib ketyaptimi? Bu sizda toz osti mushaklaringiz zaifligidan dalolat beradi. Ko'pchilik ayollarimiz men sistit bo'lib qovuraman, lecheniya qilaman, yana bir oydan keyin qaytalanaman. Men yo'talganimda, aksirganimda peshob chiqib ketadi, ko'chalarda, bozorlarda, to'y hashamlarda mazza qilib yurolmayman deb shikoyat qilishadi. Agar siz mana shu muammoingizni, toz osti sohasidagi muammolarni vaqtida bartaraf qilmasangiz, bu muammolar yana ham kattalashib ketadi. Sizda hozir aksirganingizda, yo'talganingizda peshob chiqib ketayotgan bo'lsa, keyinchalik yurib turganingizda, turib turganingizda ham tomchi bo'lib peshob chiqib ketishi kuzatiladi. Bu juda ham yomon holat. Men siz uchun bir haftalik mini kurs tashkil qildim. Siz bu mini kursda toz osti mushaklaringizdagi tushishlar, kengayishlar, hayz davridagi og'riqlar, peshob ishlab tura olmaslik, yaqinlikka bo'lgan xohishning kamayishi va yana bir qancha muammolaringizni tabiiy yo'l bilan shu mini kursimizda bartaraf qilishga erishasiz. Bir haftalik mini kursimizning narxi atigi 37 ming so'm. Mini kursda ishtirok etish uchun hoziroq link orqali ro'yxatdan o'ting. Mini kursga atigi 3000 ta ayolimizni qabul qilamiz. Joylarimiz soni cheklangan.